Bugun sizlar bilan o'sha mashhur va ko'p turistlarni jalb qilgan joy, ko'm ko'k suvi bilan mashhur Nefrit ko'liga sayohat qilamiz. Ana ketdik. Ertalab turdik. Erta tongda uyg'onish men uchun azob. Amayli yo'lda uxlab olaman deb to'rda uyg'ondim. Chunki soat 5 da yo'lga chiqishimiz kerak edi. Sarvinoz bilan korzinkani ko'chirib, bir dunyo narsa oldik. Chunki u yerda yeyish uchun narsa topa olmaysiz. O'rtog'im chiqishi bilan uxlashdan beri bordi. Sijjakda to'xtab, somsa yeb oldik. Toza havoda zo'r ketadi-da. Va biz 4 soat deganda manzilimizga yetib keldik. Lekin u yerdan yana UAZ mashinalarida yoki piyoda 2 kilometr kichik Nefritgacha yurishingiz kerak bo'ladi. May oyida chiqsangiz, mana shunday chiroyli tabiatni tomosha qilib ketishingiz mumkin. Lekin videoga olish juda ham qiyin, yo'llari notekislik hisobiga. Mana shunday suvlardan zakaz uchun sachratib o'tib berishadi. Keyin siz yosh bolaga o'xshab xursand bo'lasiz. Mana o'sha ko'zni qamashtiruvchi, qum ko'k va yashil tusga kiruvchi kichik Nefrit ko'liga yetib keldik. Kelgandan keyin rasm va videoga olmasdan ketishni iloji yo'q. Bu yerda cho'milayotganlar ham bor edi. Men ham cho'milsammikan deb suvga qo'limni tiqib ko'rishim bilan qo'lim muzlab qotib qoldi. Qoyil, qanaqa qilib shu muzday suvda cho'mishayotgan ekan. Keyin esa katta Nefritga qarab yo'l oldik. Yaqin bo'lsa kerak deb ketyapmiz, qarasam toqqa qarab chiqib ketdik. Ozgina qoldi deb aldab, gidimiz yarim soat tog'lar osha olib yurdi. Chiqish juda xavfli. Agar shu tepalikka chiqqanimni oyim ko'rsalar, qaytib paxotga chiqarmasalar kerak. Ana toqqa chiqargan o'rtoqlar. Mana o'sha katta Nefrit ko'li va bu yerni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Tog'lar ustida qor, yam-yashil tog'lar, ta'riflashga til ojiz to'g'risi. Qiynalib kelib ko'rishga arziydi. Toshni ustiga o'tirib olib perkus qilib oldik. Endi обратно kichik Nefritga. Pastga tushganimizda tog'dan chiqayotgan suvdan oldik. Suv ta'mini bir ichib ko'rsangiz edi. Muzdek va juda toza. Kichik Nefritga qaytib kelsak, odam juda ham ko'p, o'tirishga joy yo'q. Amallab joy qilib, hamma olib kelgan narsalar bilan bo'lishdi. Go'zal suv va tabiatga qarab suhbat qurib, tanovvul qildik. Keyin UAZdagi aka sizlarni zo'r joydan olib boraman deb yana suvli yo'ldan olib ketdilar. Mashinada ketish ham bitta attraksion ekan. Belim anchagacha og'rimadi keyin. Shunday qilib, hamma yo'g'imiz chang, lekin bir dunyo shirin xotiralarni kopilkaga joylab, uyimizga qaytdik. Buning uchun Easy Tourga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Video va poxodimiz yoqqan bo'lsa, like bosamiz.